Bugungi darsdan keyin siz dod harfining mahrajini to'liq tushunib olib, to'g'ri talaffuz qilishni o'rganib olasiz inshaalloh. So'zlarni noto'g'ri talaffuz qilish so'zning ma'nosini butkul o'zgartirib yuboradi. O'zbek tilidagi Ramazon oyi ham asli Romadon deb talaffuz qilinadi. Assalomu alaykum azizlar. Men Iroda Rahmonova, arab tilidan 14 yillik tajribaga ega mutaxassis. At-Tilmiz onlayn maktabining asoschisiman. Arab tiliga 7 yoshimdan beri oshnoman. Ushbu tilga ixtisoslashgan Andijon shahridagi 37-o'rta maktabda 10 yil ta'lim olganman. Shundan so'ng Andijon davlat universiteti sharqshunoslik fakultetida sharqshunos iqtisodchi mutaxassisligi bo'yicha 5 yil ta'lim oldim. Bugungi kunda At-Tilmiz onlayn maktabida 4000 dan oshiq o'quvchi onlayn tarzda arab tilini o'rganishdi. Bugun sizlar bilan arab tilida talaffuzi o'zbek tilida bo'lmagan dod harfining talaffuzini o'rganamiz. Bilasiz, arab tilida so'zlarni noto'g'ri talaffuz qilish so'zning ma'nosini butkul o'zgartirib yuboradi. Shuning uchun ham to'g'ri talaffuz qilishni o'rganishimiz muhim. Masalan, darsun bu dars, dorsun esa oziq tishi degan ma'noni beradi. Dod harfini tushuntirayotganda men ko'pincha oddiy D harfidan kelib chiqaman, chunki dal harfi o'zbek tilidagi D harfiga o'xshab ketadi. Dod harfi demak dal harfi bilan o'xshash joyi ham va lekin farqli joyi ham bor. Dod dal degani emas yoki dod harfini ko'pchilik lo harfi bilan ham adashtiradi. Masalan, domma emas, zamma deb aytishadi yoki yana masalan o'zbek tilidagi Ramazon oyi ham asli Romadon deb talaffuz qilinadi. O'zbek tiliga bu z bo'lib kirib kelgan. Mana shu sababdan ham ko'pchilik dod harfini zo qilib o'qish holatlari ham uchrab turadi. Bugungi darsdan keyin siz dod harfining mahrajini to'liq tushunib olib, to'g'ri talaffuz qilishni o'rganib olasiz inshaalloh. Demak, dod harfining talaffuzini o'rganamiz. Bu yerda yozyapti. Demak, dod harfining mahraji tepa-yon oziq tishlar bilan tilning ikki cheti. Va bu joylarni keling mana bu suratda topib olamiz. Tilning ikki cheti mana bu joyi va tepa-yon oziq tishlarning yoni mana bu hisoblanadi. Va bu yerda tilning ikkala yoni tishlarning milkka ulangan joyiga bosim bilan tegadi. Mana shu men aytyapman, shuni tegizishga, tilingiz ikki yonini topishga harakat qiling. Va tilning oldi, til yonining uchiga yaqin qismi deyapti. Adnal hafa. Mana shu joy old tishlarning milkka ulangan joyiga zaif tegadi, ya'ni kuchli tegmaydi. Va mana shu holatda dod harfi talaffuz qilinar ekan. Endi bu suratga o'tamiz. Demak, til ikki yoniga, tish ikki yoniga tillarimiz yonlari tegyapti va old qismi tishlarimiz oldi qismiga tegib turibdi. Va bu yerda nima bo'lyapti? Mana bu joyda havo to'planyapti. Chunki tilni orqasi ham ko'tarilgan bo'ladi. Demak, yana bir bor takrorlayman. Dod harfida tilni ikki yoni tishlarimiz ichki milkka tutashgan joyiga bosim bilan tegadi. Va oldi bosimsiz tishni oldi qismiga tegadi va tilni orqasi ko'tariladi. Va bu yerda nima bo'ladi? Qarabsizki, havo qamaladi. Mana shu joyda havo qamaladi. Va shu tariqa dod harfi talaffuz qilinadi. Hozir men sizlarga dod harfini talaffuz qilib misollar aytib beraman va sizga anchayin tushunarli bo'ladi. Dod harfini ko'rdik. Endi keling dal harfini mahrajini ko'rsataman. Demak, yuqori old tishlarning ildiz qismi bilan tilning uchi deyilyapti. Xuddi o'sha dod harfidek til uchi mana shu milkka ulangan joyiga tegyapti. Demak, dod harfi bilan farqi ikki yoni ko'tarilmaydi va tilning orqasi ham ko'tarilmaydi. Dal faqat til uchi va old tishlarning ildiz qismi bilan hosil bo'lar ekan, dod esa til yoni va til orti ko'tarilishi bilan hosil bo'lar ekan. Hozir men sizlarga dod harfi bilan so'zlarni talaffuz qilib aytib beraman va shu bilan sizga anchayin
talaffuz qilishingiz osonlashadi. Dod harfi yo'g'on harf, tilla orqasi ko'tarilishi kerak. Demak, unda fatha o, kasra i kabi talaffuz qilinadi. Ketdik. Tilimni ikki yoni va oldini hozir ko'rsatganimdek tepaga ko'taraman, tilla ortini ham ko'taraman va fatha, kasra, domma bilan qisqa bo'g'inlar talaffuz qilaman. Do, di, du. Yana bir bor qaytaraman. Do, di, du. Va endi sukunli qilib talaffuz qilib beraman. Bunda o'sha sirg'aluvchi jihati dodni paydo bo'ladi, chunki bu yerda havo qamalib, og'iz ichida o'sha bo'shliqda sirg'aladi. E'tibor berganingizdek havo qamaldi va ozgina ortga yutildi. Endi dal bilan dodni farqlash uchun misollar aytaman. Adi, darsu, dorsu, adribu, adribu. E'tibor berganingizdek dal harfida qalqala sifat bor, dod harfida esa istitola sifati borligi uchun havo qamalib, cho'zilib, ushlab turilibdi. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring, yana qaysi harflarning talaffuzini o'rganmoqchisiz. Video yoqqan bo'lsa, tanishlaringizga yuborib qo'ying va barcha ijtimoiy tarmoqlarimizga obuna bo'lishni unutmang. Biz sizlar uchun manfaatli va qiziqarli videolar olishda davom etamiz.